Keldingizmi bolam? Baldırla qaytib kepsiz-g'u. Bugun qo'limdagi gilamni bitirgan. Shunga baldırlı keldim. Dadam kelmadimi? Yo'q. Gilamni pulga chiqaramay oshqozoq yuramdi kim bechora. O'tganda gilam savdogarlari ishik oldimizga kelsa 600 qo'yga sotmadi. Sotgan bo'lsa 80 qo'y foydasi qoladi. Әдеден кәшкічі мүхтейіп олтырып, ішкайда арам пүткізді. 80 қой пайдынымы пайды дегілі боламды. Өйнің дәді, бір қой болсым артығырақ сассам дайдығанды. Dadamga yardamlashib gilam to'qoy desam dasmiy bo'lmagandan keyin yakun ko'tamigan. Dadamga tas bo'ldi-da. Qo'ylarga texchi o't bermaganmi, apa? Etizg'i boramadim. Atdigan siz beqib solab qo'ygancha. Nega? Tilsiz hayvonga o'val, apa. Gulchiman. Voy, Zehra, meni saqlab turganmiding? Ha, shu. Seni birdan ko'msam yurgim chidamaydi. Gelimdan tamoq o'tmaydi. Ko'zimga uyqum kelmaydi degina. Hajab gapchi bo'lib ketibsizmi? Bu gapni qaysi yigitdan o'rganib olding? Menga neri yuzi qilin. Mening taqsan o'xshash yigitim yo'qchimi? Bu gapni teqimingga urpul topding a? O yolg'onchi. Yolg'onmi tamsa? Voy, voy. Qanchalik yig'ding adash? Qara, aram mushinchilik. Voy, jig'li jig'ibsan-ku. Kela, sen birdam o'ltira. Chidima, sango'g'u ish qo'shaqmaydi. Qara, qo'llarimga yilim chaplashib ketdi. Voy, bu shaharlik xotinlar nim bo'ldi ekan? Yezig'i kasila yilimni degan. Ularning deyishcha zavodning chashmaylaridan yilim yaxshimish. Chashning kepikini yo'qotib, chashni o'stirdi deydi. Shunga yilimning bozori chiqib ketgan gap. Shuni bilgan odam yilimni bekorga kelsa qanday bo'ladi? Ko'nglimga yarasha bir atal gaz yog'liqqa chigib qo'ysa qanchalik xo'shib ketadi degina. Yilimni bir chiroylik oldiga qo'ysa, rahmat tashqalasining mutayin yo'q. Xuddi biz yezliqlar, shaharlik xonimlarning g'altisidek. Hay, sening heliq shaharlik xonim tuqining bak yaxshi ekan. Bu qitim sen nima ketdi? Bir kiyimlik atlas. Atlas? Ya Allah, menga atlas kiyish qachon munosib bo'la, ha? Taliyang bajimi sening? Qachon tiktirib kiysan? Vaqti kelganda. Bildim. To'yimni kiyman deysan-ku tayinliq. Menga to'y qilish niyat turibdi. Meni bilmaydi deydi ekansan-da. Nimishni? Xijiloma, yaxshi bolajimi Nurmamat. U duttachilik naqsh etadigan bo'lsa, odamning yuraklari o'ynab ketadi. Uning chag'an duttir ko'ydagan-ku seni. Lekin uydagilar unimasmikin? Nimishqa? Nurmamatning qo'li qisqa, uydagi 8 jon odamning hammasi shuning qo'li qarashliq. Ya Allah, bu Ro'zixon degan xotin haliga baxmay nima ajijiq tug'ib ekan? Shuni demamsan adash, yilimi hukumat pilalliq tug'utni yo'lga qo'yibdi ekan. Bo'lmasa bechar Nurmamat ufqalarini beqib bo'lamay yana nima kunlarni ko'radi ekan-ta? Gulchiman. Voy, Nurmamatqa u kimning gapini qizcha keldi ekan-a? Menga oldiga ba. Nima o'qib tursan? Satturamikin. Satturdigan nimasi va? Hashad nerv ichib kelganda hardiq so'rab qo'ymasan qanday bo'ladi? Menga tuta. Teshikmi Gulchiman? Uzun bo'ldi kamidingiz-ku. Hashani tugitib bo'lamay. Ya Allah, qachonmi tuga bu hasha? Apingiz sizni xuddi hasha uchun tuqqandek. O'zimga tegishli chamnog'i chep bo'lgan. Yana ikki odamning ashirini setib olgandim. Nimishqa? Ko'tiramasang sangiltib ol degandek ish qilibsiz-ku. Ozroq pul topaymikin deb. Haras. Sizga Yeznon bozordan qo'g'nag'ash kelgan. Uxsab ketganda o'ltirib yeyasizlar. Rahmat. Assalomu alaykum qo'shmoqlar. Voy. Teshikmi Arkan sho'ja? Ajab amlimni atab ketding-ku.
Burun savaqdaşdıq, o'rnimizmi tangti. Hozir sen o'z muavin sekretar bo'lding. Shunga amalanatımızaq hurmatsizlik bo'larmikin deyman, ha? Qo'ya, undaq gapingni. Puhraningmi, boshliqningmi hammasining o'rni o'xshash. Ma gapni. Ahmad Tazni sekretar demay chaqirib baqaychu. Tanavimni tata qachon? O'stangdan kelishing o'xshamamdi. Ha, o'tkilarni yo'qlab ketaydi. Gulchimanmi bordi? Ya Allah erkin, qachonmi tuga bu hasha? Ha, Gulchiman. Yurtimizda suv shunda qis tursa, suv qurilish epamay bo'lamdi deysiz. Biroq markaz g'arbiy rayonlarni namratlikdan qutuldirish uchun nurg'un mablag' ajratdi. Agar yurtimizda zamonaviy suv qurilishlari ep berilsa, biz shu chaqda hashaning jafosidan qutulamiz. Kela adash, mush gaping uchun seni qo'g'im bilan bir miyman qilay. Bo'ldi, rahmat adash. Men mo'yin Kela. berish bilan yezliq hukumatga mangan. Voy, nima oldiraysa, hech bo'lmas bir atlim yeb ket. Bo'ldi, xo'sh adash. Men qo'g'ningni yeyman. Lekin bundaq yo'lda emas. Yangi tutgan uyingda. To'yinglarni tezroq qilinglar. Mana men senga yigit qo'ldosh bo'laman. Xo'sh emsa, men mangay. Maylamsa. Xo'sh. Ma'qul, xo'shamisa adash. Mahallada qancha kun tursiz? O'g'illikka ma'musam bo'lmaydi. Kech chiqamsiz. Kechda chiqamasmanmikin? Hey, bu kimning mollari? Astag'firullah. Atla, qo'ylar haqning ko'ktatlarga kirib ketibdi, xo'sh. Hamsi at ko'rchayli. Bu bag'ras o'yin qiliblar. Bu o'sma o'g'irlari. Asta. Gulchiman qo'san. Ajab chiroyli qo'yib ketibsan, ha? Ko'zning yig'ini yegidek. Qo'limni qo'yib eting. Ajab payzi qo'g'ing'i. Kimning qo'g'inligida pishibdi? Kim tergan bu shunikida? Akla men bir tetib baqay. Akla? Manga nesib bo'lmagan har qanday narsani oqibati mana mushunda bo'ladi. Bir xush xabarni anglayman-ku Tojigul. Ilohim shundaq bo'p qolsa-ku, bizgimi? Nima xush xabarkan u? Voy, bizning Savut axuning deyishicha, Ahmad sekretar yezig o'samish. Savut Sunjang bu gapni nerdan anglabdi? Voy, Wang Shujining birsiga deyotgan gapini chala bul anglab qopti desizlar. Qaysi amalga qo'ymoqchi ekan? Voy, yezig Pushuji demdi, Pushangjang demdi, ish qilib bir ko'tasina u pusini. Bizning Ahmad Axunchu birinchi qo'l amalni bersa boradi, bo'lmasa hargiz bormaydi. Voy, Hasanjon, mushunda qilib darvozani oxir sundirib bo'ladigan bo'ldim. Ma'u vet sat xotin o'ylimizga nerdan paydo bo'ldi? Hey, bundaq adabsizlikni nerdan o'rganding? Bu odam bo'lmaydigan. Men odam bo'lmabdiman-mi yoki bu xotinmi? Qaysi boshliqning uyiga kirsa, shuni xotinning g'alchiligini qilib, topinni yalab yurgan. Uyga yo'latma bu dallini. Og'zingni jum deyman. Sening mush xotindan boshqa orlashadigan odaming yo'qmi? Sen kim? Bu xotin kim? Voy balam, o'zi kiribdi. Kechgisdan ishtirib chiqarivatgili bo'lamdi. Meni desang-ku, azaldan xo'sham yo'q bu vat xotin bilan. Qo'shiq tushib kep qilmagansan? Yo'q. Qandaq deysan? Matniyat Sanjang nimishqa mollaqat deb bilamsan? Mush sat xotin ularning uyiga kundi berib olib, xotinning ishonchiga erishibdi ekan. U Ahmad xotin Matniyat Sanjangning ba'zi bir maxfiy ishlarini oshkorlab qo'ygan chig'i. Bu sat xotin u gapni Uddul Wang Shujiga olib pash qilib qo'yibdi. Ya Allah, nejiskan-ku bu xotin. Endi uni hargizmi bu so'g'amga yo'latmasman. Qani bu kampda e'lonlar. Akila men ular meniki tatib oldim-ku. Akila men orolni nechun oldi. Ma'unondan e'lonlar. Bo'ldi. Matrab o'tinglar. Qopsha. Bu insofsizlar.
Akanglar toy tökкен oyun tamaşadın kelmedi. Ah haşadın geldi. Mengşe. Çıkıp oynayacağım ha. Çıkışa. Balam, herip içip kelgeni bir piyal çay içkine. Silimi dastıxanға yaqinroq kelsizlar. Atidin kechgacha xom tamakin chekib yetavermay, choy ichmamlar. Ha. Choy ichsizlar. Aşağı tügüdümü? O'zimizniki tugagandi. Yana ikki odamnikini setib oldim. Setib olding? Nima qilasan unda japa tatib? Japa tatmasam, holimiz mush tursa dada. Uyimizdan bo'ron uchib turgan. Ukunlarim bo'lsa yerim yalang'och. Desam unimaysa, qo'lingda bir chiroyli o'yinram bo'lgan ekan, bekoyatmasam bo'ladi. Bekoyatma deysan. Hunar qilishqa dasmiy bo'lsa bo'ladi. Hozirmi kunimiz yomon emas-ku, hukumat qutqizyapti. İşimiz tugab ketsa osh beryapti. Kiyimimiz yirtilsa kiyim beryapti. Nimadan g'am qilamiz? Hey, dehqondek gap qiladi dada. Hukumatning bizni yo'lishidagi maqsadi nomurodlikdan qutuldirib, besh yo'liga boshlash. Lekin sen ushim pesh og'zimga tush deb bekatalat qilib yetib olsang, hukumat sendek yo'ltamni yo'lab bo'lmaydi. Hukumat yo'lab bo'lmag'idek nima ish qilibdimi? Har qaysingni beqib cho'ng qilib, endi yo'ltam bo'lib qoldimmi? Endi hukumat qishda bergan yangi oyoqni nima setib etib, yana ko'na oyog'ini kiyib olsa, nima deb ava yetib bergan gurishni tamoqiq tegishsa, hadislar ballaringni pesh qilsa, bola deganni tep qo'yishli hisobma. Qara bu ballaringga, kimning ballari mushundaq yerim yalang'och. Bu bechoralar yo qo'siq to'yg'idek tamoqqa, yo uchsi illig'idek kiyimga erishamasa, yo maktabda o'qiyamasa. Canım balam, sen qachongacha mushundaq o'ynab kulib yuraverasan? Yeshing 25dan oshdi jumo. Amsi nima qildaysan? Ya biz tapqanға unumaysan. Birsini satdaysan, birsini oyog'i suyuq deysan, birsini yalang to'shning qizi deysan, ya o'zing birasini tapmaysan. Endi o'zim topsam-chi? Voy, canım balam, birasini tapqan o'xshamamsan. Tapqan bo'lsang, deginingni ep beramiz. Qani degina, qaysi parizatni tapding? Gulchiman qanaqaroq? Gulchiman? Qaysi Gulchiman u? Eliqi yuqoqi mahalladagi Hoshim Xalvobning qizi-chi? Voy, liqqi. Hoshim Razganing qizini damsan? Razga bo'lsa dadasi Razga, dadasini olmayman, men qizini olaman. Ras. Qaltis chiroyli qiz bo'pti-kan demagan bilan. Qog'ining o'sidan bulbul chiqdi degan shu-da. Apa, men unmasmi-ya? Nima? Tex putishmaganmidinglar? Yo'q-ay. Xotirjam bo'l. Sen unumaslikqa hattimi uning? Sen degan kim? Ahmad sekretarning a'tivoliq yolg'iz o'g'li. Biz sening mushu gapingni kutib atqili necha yil bo'ldi. Heligo bir yolg'iz gulchimankan, osmondagi oy, dunyoni yo'rtayotgan quyosh bosimi ep beramiz. Sening nazaring tushdimi? Bo'ldi. Baxti kapda o qalandarning. Amsa to'yni qachon qilamiz? Oldirmay tur. Kashda dadang kelsin maslahatlashib, vaqtini bekitamiz. Tinchlikmi o'ching ana, birasini saqlamla. Ahmad Shoji bilan ko'rishmoqchidim qizim. Majlis qachonroq tuga? Ha? Az qoldi. Bir ishlar bormidi? Voy qizim, mening ho'ylamda ota-bobomdan qolgan yo'g'on bir tup yangoq tarixim bor edi. Begib gapdi bu xotin. Hocam Odamni beshini balam, ag'irtib. Ahmad Shoji qachonroq chiqa? Ha, mana men chiqdim. Nima gaplar bor edi? Ahmad Shoji. Tursa. Gaplar bo'lsa tezroq deslar.
Hoylamda ata boğamdan kalan yoğan bir tüp yanak derhim var idi. Kögen. Her jili şu yanaktan kıyqıvagan on neç çarah yanakını setip turmuşumni qamdaytdım şuji. Bilemen. Gapning bir poskallısın disla. Zade nime gap edi? Aldıratmısla hocam balam. Men qeyriganda gepimden ezip getimen. Şu yanakni Yanaqlarga nim boldi? to'xtatgan simga taqashdi deb kentdan majbur kestirib etdi. Kentimizga to'xtatish nayta yaxshi ish. Uni qo'llamasa bo'lmaydi, obdan ana. Qo'llayman shuji. Ming muratam qo'llayman. Lekin yanaqning ziyinini to'lab berishmisli bo'lmaydi. Ma gapni. To'ksimiga taqashgan yanaqni kesib atganimizga pul to'laydiganmizmi? Nadimi shundaq gap bor-ekan? Orman qonunida shundaq gaplar bormi shuji? Orman qonunidigo shundaq gaplar bor. Biroq ana, to'ksimi tatimiz deb kesib etilgan shunchajik daraxtning qaysi birini to'lab bo'lamiz? Bo'ldi qilavaslar, obda ana, bo'ldi qilavaslar. Meni qayerda bo'za qilsanglar bo'lmaydi. Yanqimni to'lab beringlar shuji. Qaramamsiz bu xotinning qushliqini. Yanıq kesilsa, kentga to'ksimi tatimiz deb kesildi. Kentning manfaatini o'ylamay, faqat o'zining bir tub yanqi bilan qapta bu xotin. Deminsa Nisaxon anning talebi o'rinliq Ahmad Shoji. Biz kentga to'xtatdik debla fuqarolarning qonuniy manfaatini ziyon uchratsak bo'lmasmikan? Nima da'vatsiz hukam? Orman qonunining aloqador belgilamalariga asosan darx kesilib ketganlarga muvofiq haq bersakmikan demakchi. Haq? Kentning puli bo'lmasa, shuncha bola pulni nadin chiqirmas? Pul yo'q debla qonunni ijro qilmasak bo'lmaydi Ahmad Shoji. Bu haqni bartaraf qilishning muvofiq usullarimi bor? Darx kesilib ketganlarga kent egdorchiligidagi daraxtlarni hisoblab bersakmi, ular o'xshashli rozi bo'laverdi emasmi? Bu chora bo'ladi ekan. Qaraganda sizni muavin sekretarlikqa ko'rsatganim xato bo'lmabdi ekan, Jumo Erkinjon. Aqlingiz bor. Yana bir ishim bor edi Ahmad Shoji. Men sizlarga ayrim daydab turatdim. Da. Ko'ngillari kammisun Ahmad Shoji. Bugungi yig'inda o'rinlashtirgan ba'zi o'rinlashtirishlari toza muvofiq bo'lmadi. Biz nima deb kentimizning namrat holatini yuqori rahbarlikdan yo'shiramiz. Ularni kutib olamiz deb aslida yilik qurib ketgan oshi dehqonlarga bir muncha seliqlarni soldik. Ularga ichimiz og'rimadi. Ularga yar yo'lak bo'lishning o'rniga aksicha To'xtang. Siz muavin sekretar bo'lib yuribla o'zingizni kim chaqlab qoldingiz? Endi menga aql ko'rsatkidak, mening ishlarimdan qusur chiqarg'idak bo'lib ketdingizmi? Ha? Men undaq demoqchi emas Ahmad Shoji. Biz ish qilganda yuqorni oldimisak, tuvanni bosmasak, xizmat pok, odil, diyonatlik bo'lsak demoqchi. Yaxshi gap bo'ldi. Fikringiz bo'lsa, bahsingiz bo'ladi. Lekin bugun Yachekining chiqargan qarorini qat'iy ijro qilamiz. O'kirmamsiz? Xo'sh. Aras. Siz heliqi kentning oyig'idagi bo'zya o'zlashtirish ishiga mas'ul bo'lgan emasmidingiz? U ishni ching tutingchi-mi? Ma'qul. Kesh qaldiligu. Qo'ya. Hasanjon ko'rinmaydi-ku. Kelganda tamog'ini yeb chiqib ketdi. Ya Allah, qachonmi tugay bu bolaning o'yini? Endi tugaydigan o'xshaydi. Bo'lakchilik gapni qiladi-ku. Nima deydi? Gulchimanni yoqtirib qapti. Gulchimanga o'ylanaman deydi. Gulchiman? Kim o Gulchiman degan?
Aşağı kaçamamsız. Ögüllikке mağmısan bo'lmaydi. Vay Xudayım nimancha aldırap. Setivaga aşağı tek tügümedi. Hem de östengi taşıyat kızımız. Nima qilatdingiz Nur Mehmet? O'zingizni japaga shunchalik urib, xuddi bu dunyoning japalari yetmagandek. Amal qancha. Muhtojlik yamanga gulchiman. Aşağı japaliq bo'lgani bilan puli xeli yomon emas. Endi siz degantingiz-ku. Azroq pul g'amlab olsak, to'yimizni qilib bo'lgandan keyin gilamchilik korxonasi quraylik deb. Shunga tirishib pul tepib o'taman. Aras, baya anam sizni meni ko'rgan ko'zda ko'rsin deb bu aqtanga uzukni avatuvdi. Keling, o'zim sap qo'yay. Bu üzükdən momamның birisi var idi. Ata babamızdan qağanda bizni tutqulama qoymaydigan. Anangızның ko'zi qiyib avatib da. Rahmat. Keyin kelin bo'lganda xizmatini yaxshi qilib javob qaytaraman. Qo'llaringiz o'tunda qaytib ketibdi Nur Mehmet. Turibli kallamga shunday qo'rqinchli bir xiyol kirib oldi. Ota-onangiz sizni menga bermaymi qo'yami? Bir. Agar bermay qolsa, ipli qochamina. Odamni qo'rqitma. Xudoyim onangizning ko'ngliga insof beray. Xotirjam bo'ling Nur Mehmet. Men mangu sizman. Avu Hasan Joda degan shu. Tanidingizmi? Tonidim. Uning qo'lidan har balo keladi jumi. Qanaq deysiz? Hey, to'xtanglar. Qanday chashqininglar bu? Suni tekshi, qilin chachimiz. Ya'ni qilin chashdik deb yo'lni patqoq qilib o'tishga bo'lmaydi. Agar boshqalarning mashinasiga patqoq chachirib ketgan bo'lsa, har qaysinglar jermani to'laysizlar. Ya'ni shuni deb qo'yayki, uloqlarni, borularni cho'ng yo'li bilan haydab mengishga bo'lmaydi. Ot uloqlar Harula, o itizule mansun. Anladınlar mı? Ya Allah, kentga yana tekshirgichilar keladigan o'xshamamdi. Anlasam boshliqlar kelarmish. Hajabmi zerikdim bu tekshirgichilardan. Ular kasilib bizga zulm. 3 kun burun yo'lga suv chashtirayotgan, tex yeng kim kiysan deyotgan. Voy, qirning yeniga ko'ktat tergan edim, qarsila. Shunimi yuldirib-atdi. Biz dehqon bo'lgandan keyin ko'ktat tersak nim bo'pti amdi. Mush ish to'g'riliqchi. Erkin Shuji bilan Ahmad Shuji qattiq deyishib qopti deslar. Men shundoq angladim qarsila. Ko'mamdigan bu ishni.
Voy, to'xtang. Siz nemishqa bu o'g'itni yo'lning so'l tarafiga dövlab qo'ysiz? Kent boshlig'i, texi tönögülüsini sol tarafga dövlanla dedilg'o. O hesap emas. Tünügün boshliqlar asli mao yo'l bilan kelmoqchi edi. Bugun mao yo'l bilan keldigan bo'lib qoldi. Mashina mao yo'li bilan kelsa, boshliqlar mashinaning o'ng tarafida o'ltirdi. Siz bu o'g'itni yo'lning so'l tarafiga dövlab qo'ysangiz, boshliqlar uni qanday ko'rdi? Darhol o'ng tarafga o'tgan. Mao qag'alag'im etib qo'ying. Darhol mao tarafga o'tkizsin. Esta, nima degan avorchilik bu? Haras. Ey! O'tgan hafta qo'ygan jarimonini nimishqa to'lamaysiz? To'lamasga nima dedingiz? To'lay desam, ish bir sata-satqulig'im qolmadi. Shunga beshim ketib. Men aytib qo'yay. 10 kun ichida to'lasangiz to'lang. Agar to'lamasangiz, yerni, uyni bekalang. Ne kelsangiz keting. Kent boshlig'i, undaq demisizlar. O'z makonimizni tashlab, nagimi ketimiz? Ne kelsangiz ketmamsiz. Bo'ldi uka. Mush yerda tushib qola. Uyga kirib, choy-poy ichib olmamsiz. Rahmat, bo'ldi xo'sh. Ma'qul, rahmat. Apa, dadam qaytib ketdi. Keldinglarmi? Voy, gilamni qaytirib kelibsizlar-ku. Pulog'i chiqmadi. Muzdek soğuk suyunglar yok mu? Ha, mana. Bazani cagilemle kaplap ketipti. Tova, bu adamlar korup kaldı mı neme? Hammasi gelamning jajingini ayirmay aziniga yuguraydi. Bo'pti. Bu hafta sotamizsaq, kelar hafta setib qolamiz. Qanday qilamiz? Gulchiman, qozon qaynadimi? Ha, qaynadi. Dadisi, Gulchimanga elchi kelibdi. Nerede? Ahmad sekretarning uyidan. Ha? Oy, biz qandaq bo'p ularning esi kelib qopdiq. Shuni danglar. Nim dedinglar? Dadisi kelsin. Maslahatlashib javob beraylik desam, unamdigan. Uni desam buni deb, buni desam uni deb taraf-tarafdan qistab, noiloj ma'qul dedim. Sizlarchi bo'ptimi? Ma'qul deb javob berib bo'ptimi deysizlar? Astagfirullah. Bo'ptamdi. Onunğa biz ma'qul demasak, Ahmad sekretarga tankilalaydiqmi? Lekin uning oshi o'g'li qip-qizil lukcha ko'rindi menga. Mening ma'qul deganimning sababimi shu. Yo'q, dapli qo'ysak, bizni putlab yiqitgan. Ya yurtni tashlab, ko'chib ketgili bo'lmasa. Gulchiman xabar topdimi? Yo'q, texi. Har holda uni xabarlantirib qo'yinglar. Gilamni maya qo'yinglar. Hashim aka, turib turing. Muhim ish chiqib qoldi. Mayaq keling, ha? Mavo mundaq gap. Sizga bir muhim siyosiy vazifa chiqib qoldi. Ata yo o'ginning ichida yo'qirdan boshliqlar kelib, bizning kantimizda tekshirish ib bor ekan. Dehqonlarning uylariga kiradi ekan. Siz kent bo'yicha oliq saviyaga yetgan oila emasmi? Shunga Ahmad Sho'jining yo'l yo'rig'i bo'yicha
kelgan mehmonlarni, boshliqlarni sizning uyingizga boshlashni qaror qildik. Ay, ukam, undaq bo'lsa bu gilamlarni nima ishqa keldinglar? Voy, o'ylarimga sanmamsiz. Yana tex qo'y kallarni akilib berman sizga. Ana, keldi. Endi yana deydigan mo'yin bir gap bor. Rahbarlarning oldida vag'o, xalaymaqan gap qilishga ruxsat yo'q. Kadrlarimizning to'g'ri yetaklishi bilan mushundaq beyib ketdim. Siyosatdan rozi. Hech qanday fikrim yo'q deysiz, angladingizmi? Ay, ukam, mush yolg'onchiligimiz keyin chenib qolsa, Qo'ying bundaq gapni. Men dedim-ku, bu muhim siyosiy vazifa deb. Buningga chaqchaq qilmaydi jumong. to xudoyi, maoshni ko'ring. Ma'qul, Xudoyimga amonat. Ma'qulamsa. Xudoyimga omonat bola. Assalomu alaykum. Qandaq ahvolinglar? Alaykum assalom. Qandaq ahvollari? Hoshim Qandaqroq turibdimi? Aldirashqo, to'y tayyorligi o'xshamamdi. Nədək toy olatdı, alvan seliq bo'lmamdı. Yana nima alvansalik? Məhkilanglar, o'ltirib baranglar shayli. Qani, yuqori qo'tinglar. Mushundaq ish qaranglar adash. Rahbarlarni aldaydigan qip-qizil yolg'onchilik bu. Burun boshliqlar kelsa, ko'nglimizdagini deyalaydiq. Mungda shalaydiq. Hala bugungi kuniga kelganda boshliqlarni aldaydigan, yolg'on gap qiladigan bo'lib qoldik. Fazla xunadash. Sizlar kentimizdagi pishqadam partiya a'zosi, pishqadam shujimiz. Deb yaqinlar bu jon qanday xo'p ketdi? Hoshim axon, istil buzilib ketdi. Bir qism rahbariy kadrlar chiriklashib, partiyamizning esil an'anasini cho'rivatdi. Ularning qiladigini nima? Yuqorni aldash, tovanni besish. Demakchi bo'g'nom. Fazlaxon. Ashu yuqordan kelgan boshliqlarmi o'zangidan tushishni o'rgansa bo'ladi. Kimning uyiga boshlasa shuningkiga bormay, o'zlari xohlagan yerga borsa, o'zi xohlagan odam bilan mungdassa, ondan keyin haqiqiy ahvolni tushunadi emasmi? Voy Hoshim axon, ularning shundoq qilgisi yo'q damsizlar. Ular kelsa, bular qori chumilidek o'lishib olsa, ular nega berishni, kim bilan ko'rishni bilmayli qoladi-da. Rost deysizlar. Endi hashasi yetib olmay o'zingiznikini tugitib qaytib keling bo'lamdi. Anam bilan maslahatlashdik. Mush hafta ichida Asim mollamni uyingizga elchilikka kirgizdigan bo'ldi. Anam to'yni tezroq qilib o'tayli. Aşağı çepip tapqan pulan yetmese, qo'yni setib, yetmay qolsa, urug' tuqqanlardan qarz olamiz deydi. Bu to'yni deb uyingizdagilarni yo'qidan ayramdiq, bani ishlatib qolamiz. Ilohim, digningiz kelsin. Aşağı bardigan traktor meni saqlab qoldi. Men mangay. Mava Hasanni atdiganda nashti qilgan deyasiz. Rahmat. Bir apada dutta chep naqshim aytib bermidingiz-a? Bu da kelganda. Xo'sh. Amon bo'ling. Xo'sh. Xudoyimga omonat. Xo'sh. Men o haraqkeşlik çekiş. Qarab gap qil qizim. O haqning qulig'iga yetib qolmasin yana. Kim biladi? Ati o'gin to'yinglardan keyin o'ngishilib ketamdi texi. Tegmeymen dedim, tegmeymen. Ya Allah qizim, nimada xaras uqmaydigansan. Bizning bu kentda kim Ahmad sekretarning gapini jiralagan? Bu to'yni qilmasak, yurtni tashlab boshqa joyga ko'chib ketsak bo'ladi.
Ahmad sekretar, Tajixon Bodak deganlar kim? Bilamsan? Apa, qarab turib meni o'tqa tashlamsizlar? Qizinglarning baxtiga o'ltiramsizlar? Yaxtayli desak, ular bizni xonavayron qilib etadi. Bu dardimizni kimga aytdimiz? Kimga shixlaymiz? Ağçevay, ağ bilbadiyem, ağ bilbadiyem, ayağın çevay, uçan bilen vay, vay kat mı kat, vay, Betnam kütedim, vay mikroban, vay, sen yar bilen, dert elmin yaman, vay, derdin yaman, vay, kıyderşim, vay, andin yaman. Shuji, chataq bo'ldi. Biz fursatni qo'ldan berib qo'yibdik. Nima ish bo'ldi? Yuqoridan keladiganlarni biz bu yerda kutib o'ltiribdik. Ammo ular kelib udul etizlik ketibdi emasmi Shuji? Asta. Hey, tez bo'ling. Biz yetishaylik. Ular tekshirishni oxirlashtirib, allaqachon ketib bo'pti. Dehqonlarning uyiga qo'y kirmaganda. Kiribdi. Hey. Bu qachon yilqi erkin deganning qilgan ishi. Ha, shu. To'xta. Maugulni xato soldingiz. Xili chevar edingiz Gulchiman. Bugun nima bo'ldingiz? Xafa bo'lmaslar. Men hozirla chuvib o'ngshay. Hey, nima bo'ldi? Mijozing yo'qmi nima? Ota-onam meni agib berdigan o'xshaydi. Kimga? Buni o'ylasamla butun badanimni qo'rqinish besib ketyapti. Otangiz kimkan? Yilqi Ahmad sekretarning. Nima? Sen osh Hasan jo'dag'i beramdikan? Ota-onam ilojsizlikdan qo'shilgan o'xshaydi. Buni o'ylasamla o'lvag'im keladi. Undaq gapni qilma. Jiningni sep beramdim u araqkashga. Hey, to'y vaqtini bekitibdimi? Gapning urani qaraganda pat yaqinda qiladigan o'xshaydi. Manda qilamsan ya. Nurmamat ishqinlar qechib ketinglar bo'lmasa, u chaqda ota-onangni tanlikchilikdan biraqli qutuladi. Shundaqmi o'yladim, lekin Nurmamat g'ashada tursa, biror amalini qilib xabar yetkazgil bo'lmasmi? Shuji. Mushu rahbarlarimizni kutib olamiz deb bir muncha narsalarni yig'ib tikanmiz. Ular buzilg'ili turibdi. Qanday qilamiz? Hey. Qo'yni egisiga qaytirib yutinglar.
Qolgan bir nimalarni? Shuji, atdiganda qo'yning bo'yniga og'amchi yugilib qilib, o'lib qolg'ili tasli qapti ekan. Men bo'g'izli yutanglar degan edim. Ondaqda kent kadrlarini kashti yig'ib, ularga bir harduqchi qilib yutinglar, ha? Bo'ladi Shuji, bo'ladi. Ma'qul, ma'qul. Atdiganlik chingiz nima ishmidingiz bola? Ko'nglingiz nimaga tatidi? Hech nimaga. Bizga mana amal bolam. Taqdirga tanbamay amalimiz yo'q. Biz qarab turib sizni o'tqa ishtiramdik. Bo'ldi apa, gaplaringizni faqat anlig'im yo'q. Sizlar o'zinglarning xotirjamligi uchun meni qurbonlikqa atab qo'ydinglar. Mening o'lib tirilishim bilan qaringlar bo'lmadi. Tinchlikmi xasiyat qildi? Tinchlikmi qizim? Gulchimanning tavi yo'q ekan deb anglab yo'qlab kelib edim. Obdan qipsiz. Qani uy kiring. Rahmat. Zuhra, jin Bo'ldi, o'rnidan turma adash. Mijozing qanday qarang? Yomon emas. Nurmamatga xabar bera oladingmi? Kimdan xabar beraman deysan adash? Mundaq ishdi. Tushdan keyin dadam asharga mangmoqchi edi. Shung oldinga yugurib kelishim, bir poch xat yozibdi. Nima deysan? Qog'oz qalam ovuyda o'xshaydi. Men og'ash keldim. Mana adash, tez bo'l. Qizim Zuhra, chopinimdan chiqib bergin. Ma'qul dada. Ma'xatni yiliq Nurmamatga berib qo'ygan bo'lsangiz. Nima xatgan bu? Gilamchilik korxonasidan yenib kelyapsam, Nurmamatning apisi berib qo'ydi. Qarg'anda dadasining kesili eg'ir o'xshaydi. Ma'qul. Amisa ho'yla aramlarga obdanroq qarag'in. Men ketdim. Xudoga omonat. Ma'qul dada.
Bismillahirrahmanirrahim. Doktorga burayli. Tez bulayli. Kelinglar, tez ko'tarayli. Bo'linglar. Bulay. Ha rost. Ata Ahmad Shujining o'g'lining to'yi bo'ladi ekan. Berib qarishibmi beramidiq-da. Qarışıp bəsə qoy bulatdı. Özü orlaşdırğa haşa bolğandan keyin ko'ngil artibmi yurmas. Haras, kimni kelin qildi ekan? Hoshim Xalvobning qizi Gulchimanni. Ha, eli Hoshim Xalvobning qizi Gulchiman nima? Ahmad sekretarga kelin bo'lib, baxti ejilibdi o qizning. Ha, tezroq bo'linglar, tezroq. Qadirka? Qadirka, men ruxsat bersangiz o'yga bir berib kelsam bo'pti-ku. Qaysi kuni berib kelding-ku? Seni xeli ishchan desam, ajab bo'shab ketding-a? O'zingiz bilasiz, dadamning mijozi yo'q. Dadang balani jiq topaman deb baldin ketganligini? Chaqchaqaman Qadirka, dadamga bir ish bo'lib qolgan o'xshaydi. Tez kelsin debdi. Kim ko'tirib kelgan gap bu? Non to'shaydiganlar bir parcha xato g'ash ketdi-ku. Qani o xat? Bu endi Qadirka yolg'onchiligi ne buning? Mana ishini qila.
Gülçime! Pay bakıp qani. Gülçimen, tamaq nimishqa tex pishmaydi. Mana hozir. Gülçimen, dadangizga çay quying. Ha, eshikni och. Ha, Gülçimen, Shuji bormi? Ko'nib qoldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, o'tiring. Shuji, Ha, tunugün yezdi oshqan yig'inda neri bir gap bo'lmagandi? Men xotirjam bo'lolmay, o'zlaridan uqbaqay deb kelishim. hey, gap bo'lmay qolamdi. Bo'sh tursam, heliqi noilik intizom tashrishdan kelgan soltakning xeyli gapi badaq qiladi. Kentki dehqonlarning nomuvofiq seliqlari eshib ketibdi, yey. Namratlarni yulash pulini kent kadrlari ülüşüp yeb ketibdi, yey. Uni qipti, yey, buni qipti, yey. Üstimizden gap chiqdi. Buni ashu erkin chaqqan gap qachon? Chaqs chaqmamdi. Parvoyim palak. Hey, ha? Yo'qurdan kelganlar kimning uyi kiribdi? Aniqlab baqdinglarmi? Ha, aniqladim, Shuji, aniqladim. Tuanki mahallidagi Matroz Kaskas bilan Solih Ko'kpitni. Ori mahallidagi Qosim Vayroni bilan Xayrinsoxon Vitvitning uyi kiribdi desizlar. Demak, erkin yo'qurdan kelganlarga mana shularni hol o'qitqizibdi-da. Qarab tursizlar. Bizni g'ojilg'angam ming to'yg'izmaydigan bo'lsam. Yo'q. Aldirab yengillik qilib bo'lmaydi. Ondaq deganlari bilan o'zlariga daz ketadigan bo'lsa, chatoqning cho'ng chiqidi Shuji. Onundan g'am qilmang. Yo'qurda bizga soya bo'ladigan ni cho'ng chinarlar bor. Balam, bir ikki kun bo'ldi og'zingga hech narsa solmading jinim balam. Ko'ngli tatamdikin deb azroq cho'chiratdim. Ichib baqina balam. Bo'ldi, ishkim yo'q ana. Azroq ichib baqsang-chu balam. Ishkim yo'q bo'ldi qila.
At deganda nima xiyol petib o'ltirib ketding? Qani javob bera. Nurmamat bilan zodi nima munosabating bor? So'zlamasang yeli baka. Shu boshlang'ich o'rta maktabda o'qigan saboqdosh. Saboqdosh? Rostni damsan yo'q. Endi surishtirganning nima foydasi? Surishtirman. Men sening ering, bilamsan? Nima ish qilish qoldiringni bir-birlab xira qilsan. So'zla. Qilgudek ish yo'q. Ras. Bulg'angan nima ekansan o'san? Ist. Nima deb og'ildi? Endi nima parang bu? O'ta bu yoqqa. Urib o'ltirib qo'yma buni. Bundaq buzuqni o'ltirmasam dedim chiqmaydi. Sizmi-chu? G'it qisib yurgan bo'lsangiz mush ish yo'qdi. Men sizga deb qo'yay. Bundan keyin xalq bilan yana bulung pishqaqni marishib yuradigan bo'lsangiz, ko'rdigan kuningiz texa oldingizda. Tegi past degandigu, vafo yo'q sodi. Ma'kilinglar? Ha, nima gap? Qandaq gap bo'lib ketdi bu? Bizga berdigan qutqizish pulini bermaydi-ya bular. O'zlari yeb ketyapti-ya. To'la loz gap qilmaslar. Balamizning mijozi yo'qtirsa, uning bilan kari yo'q. Ya'ni qutqizishning gapini qiladi ama odam. Xudoyim tova. Siz bugun ishxonada jim o'ltirib, yuqoridan keladigan namratlardan hol so'rash o'migini saqlang. Men yeziga bir berib kelay. Ha? Bo'ladi sho'ji. Keladiganlarni o'zlari tizimlab bergan tizimlik bo'yicha boshlamdim. O albatta shunday bo'ladi. Heliqi bizning tuqqanni unutib qolmang. Kelganlarni dehqonlarning uyida bak uzun tutib olmanglar. Chunki ular yana boshqa kentlarga bor demasmi? Ma'qul sho'ji, ma'qul. Maktabdami? Mushu ishu. Kirayli. İmnaxon! Bu yoq chiqsizlar. Ha, mana. Tekshiriblar. 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 Qandaq ahvollari obdan turdilimi? Hol so'rab keldik. Rahmat. Az olsa mani. Qani asla. Ishqallah. Tizimlang. Mangal. Qani kelasizlar. Qani. Kirayli. Mushundaq boy oyligim beramdiq. Mushundaq boy oylik bersa qandaq bir narsa to'shaydi. Men har qaysilik ahvolni tushundiray. Bu oila burun bir boy oila edi. Keyin ayollar kesili bilan og'rib qilib puldan qurib ketdi. Chorvalarni setib hammani doktorxonaga to'ladi. Ishonmasanglar qarab boqayli. Eğildi yo'lab qo'ymas turolmaydigan ikki tishqoq paxlindan boshqa hech narsa yo'q desizlar. Sizlar undaq desanglar berayli. Berib o'tinglar. Yezinglar. Ma narsani elib olinglar. Sho'jini tuqqinimiz foydasi tegamdika. Shu tegidi ekan. Qani bu yoqqa. Dadınız qani ukam. Dadam uyda qolgan.
Anangızın yürek kesilib atken, qutquzuş önün bərmidi. Nima? Ana! Ola. Bo'ldi qilaylimikan? Yesak, yeyli. Ishmaylimikan? Elbika Ahmad shuji bilib Vay, xotirjam bo'la adash. Dadam bilan opam shaharga Eminniyoz hokimning uyiga ketdi. Qani qo'sha. 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 Qani. Sayildan. Nimanda ochiqsay bu? Yilbiga qilong'atma. Ochiq emas, toza o'xshabdi qo'y. Lazini mushundaqmi salamsan? Bu Laz ko'miga pasning qizi. Say deganga ancha-muncha Laz to'g'rimiz qandaq bo'ladi? Mangda yandiryapsan? Hasanjon adash-ey, xotiningni biz ko'rib beramsa. Nimanda qilasa? Voy, sen jimoltiras, ochiq siqmay. Ursam o'zimni xotinni urdim. O'tirib turinglar, chatan yo'q. Nimanda qiladi bu adash? Sarongmi nim bu? Qamlashmidi bu ishi. Bu bizni so'ringa chaqirib qo'yib xotinni urib. Voy. Әмді bo'g'liq bo'ldi dada. Sağ Sunjan yana aşağı aydavatdı. Mening endi bağım yo'q. Agar pul shundaq cho'ng narsa bo'ladigan bo'lsa, pul topadigan yagi berib, pul tepib kelay. Balam, musafir bo'lib nahladim yurasan. Jahannam qo'yni kangri. Na bo'lsa mayli. Bo'pti. Basang ba. Fikrlaringdan xotirjam bo'l. Yüzünüzge ne bo'ldi? Men va'damga vafo qilolmadim. Meni kechiringlar, Mehmet. Yo'q, Gulchiman. Hamma gunoh menda. Men vaqtida kelolmadim. Men o'tolay. Tek gapimga javob bermadingiz. Yüzünüzge ne bo'ldi? Tunugin akşam yiqilib tushdim. Yolg'on. Hasanjoda uribdi-ku. Menda yo'chirma. Og'inlardan hammani angladim. Unaqa tayoqdan ta'minni bir tetitib qo'ymaydigan bo'lsam. Yo'q, unda qilma. U haqiqatan tegil bo'lmaydi. Yo'q, Gulchiman. Siz hamon meni. Men sizning ko'zingizda oqqan bir tomchi yoshni ko'rishdan o'limni o'zal bilaman. Qanaba. Sen taxaman qavabatamsan. Manga qavash qanday jur'at qilding? Manga qavagan gunoying uchun atlik esa bu dunyoda yo'q. O'lasan. Kimsan a? Nur Mehmet o'xshamamsa? Yolni boshda o'ta. O o'lim tikrazga yolni boshlatdi emasmi? Voyjon. Men sen talvini o'ldirib o'tmaydigan bo'lsam. Men seni o'ldiribman. Tayoqga qanday bo'ladigan? Sen mot etib baq. Mal
Bu Gülçimen üçün, ben onu tatkan azap üçün, onun horluk üçün. Ben seni öldürmesem ben azlık kırdı o. İşine aç değme. Acı. Acı. Vay canım balam. Canım balam. Akşamı saksı olur balam. Aysı değmez. Sağır kızlar şucu, sağır kızlar. Yaş ketlemez mi balam? İst balam. Balam. Estağfurullah. İst balam. Bu buzuktan kanga kan, canga can amısak bolmaydı şuna. Şunda kılsak bulmaydı şucu. Sakçıga adam ketdi mi? Adam mağdurduk şucu. Mağdı. Ketdi. Katılın maviyi solap koydu. Ay canım balam. Ay canım balam. Ağrım balam. Canım balam. Canım balam. Oğlum sen öldürdün. Oğlum sen Assalamu alaikum. Ve aleyküm esselam. Assalamu alaikum. Ve aleyküm esselam. Ve aleyküm esselam. Neymiş oldu? Oğlum ne? Xotunu öldürüp tuttu karşısına. Ha, qani. 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 Meni ıslah. Ben öldürmedim, ben günahsız. Ben adam öldürmedim, ben katil emas. Ben günahsız. Ben adam öldürmedim. Vay balam. Akşamı saktı oku balam. Boldu sakçılar ketdi. Boldu kızlar. Vay balam. Qatil qani? Muş uyda socan, mağali. Mana socan, katıl muş uyda. Hey, yok o. Aqtiringlar. Yo'q ke. Derizdan qochibdi, qo'g'langlar. Bu yerda oyoq izi bor ekan. Shu yerdan qochibdi. Tez.
Usta, bu gilam qancha pul? Bo'ladigan yeri 2000 koy. Voy voy. Nimanda qimmat gilam bu? Gilimimga ko'zlar tushgan bo'lsa, haqiqatan maldon edikanlar. Ko'zlari o'tkirgan. Bu gilam o'sha bozor bo'yicha gilamlarning oldi deysizlar. 1500 koy beraymi? 1500 koyga kam bo'ladi. Qaraslar buning gullari shundoq sipda. O'rish orqaqlari sap paxtishibdan to'qilgan. Rostdan aytsam, menga korxonamda 1500 koyga bitgan deysizlar. Bojga to'laymiz, ijaraga, bozor boshqarishga bir minch pul to'laymiz. Shunga 2000 koydan kam bo'lib qolsa bo'lmaydi. 2000 koy baslar. Bo'pti amisa. Mana pul, sanavaslar. To'g'ri ekan. Amisi yo'q gapaslar. Qizim, Ma'qulamsa. gilamga bir qarab ketdingiz. Baytınqı gilamlari hamma gilamlarning oldi ekan. Lekin mavi gilamga chiga aralashib qapti. Qizim, bo'shroq gap qiling. Ustalarning texnikasi, niyat iqboli o'xshamaydi ekan. Siz gilam to'qishni biladigan o'xshamamsiz. Astola. Nereden keldiniz? Yezidan. Shaharga o'ynab keldingizmi? Yo'q, ish izlab keldim. Undaq bo'lsa, mening korxonamda gilam to'qib ishlab berasiz. Ma'qul. Kiring qizim, kiring. Qarang, mana shu mening korxonam. Qizim, bu gilam bitganmidi? Ha. Pah. Nima degan chiroyli to'qilgan gilam bu? O'tganda men 2000 ko'g'i sotgan gilamga o'pma o'xshash chiqibdi o'g'i. Qizim, shu gilamni siz to'qiganmidingiz ya? O'tganda o gilamni bizning korxonada to'qigan davatmamdilar. Qizim, endi rost gapni desam, o gilamni men bir ayoldan 1500 ko'g'i setib olgan. Shu gilamni men to'qigan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday ahvol? O'tganda men olgan gilam haqiqatan esil gilamkan. Shundaq gilamdan 10 ni zakaz qilay degan bo'larmi? 10 nima? Uningga mush qizim bir nima desin? Qizim, men jumaga berib kelay. Siz ma'o mollaga, do'konga qarg'ash, puliga chiqsa setib qo'yasiz. Ma'qul. Bu gilamingiz qancha pul? 500 koy. Azanroq bo'lmamdi. Azam bo'lmaydi. Bu Gulchiman emas-ku? Voy shu, Ahmad Sho'jining kelin shu. Shukan, Gulchiman degan bir nima. Shukan. Mehla xotin. Nasıl Ahmad Sho'ji deyli? Shuji. Qopsila. Hey, nima bo'ldi? Voy bizchi sizning Gulchimanni oyat ko'rib qoldik. Ko'rib qoldik. Qopsizlar. Yuringlar. Masla. Av yerdagi kalkin nusxaliq gilamni 800 koyga sotdim. Bo'pti qizim, bo'pti, rahmat. Rahmat. Obdan qilsiz. Ana, yerda. Mushu. Qaraslar.
Ötəqan yox. Nima bo'ldi? Nima ish bo'ldi? Nima tutsan? Yox. Nima bo'ldi? Nima ish bo'ldi? Sen katilini yoşurgan cinayetçi. Saçık bana. Nima ish qilaman saqchiga? Men ya qonun Bana saçığa sağ gap qilma. Qonunni qilib bo'lam. Qoshqinni qarab Bana. Jimdir. qo'ydan. Bana saçığa. Bundan degan gap bu. Bana saçığa. Bu qaqa buni. Nima ish bo'ldi? Nima ish bo'ldi? Bu erini öldürgen katil. Hocam. Muşuşka. Sojan bo'cha erini o'ldirgan qotil. Kira. Mana apısının amchigini qattiq tishlagan mehmonda yana birisi keldi. Nima jinoyat bilan kirding bu yerga? Mening jinoyatim yo'q. Aqtamak setibsan-da. Aqtamak degan nima u? Xufsalligini eringni o'ldirganmi? Yo'q, erimni men o'ldirmadim. Balli. Eringni o'ltiribsan-da. Haqchan, qara qashliq chiroyli yigitim birsi buzildim degina. Qo'rqma. Qo'rqsang amal yo'q. Endi mushundaq hikoya so'zlab o'limimizni kutib yotadigan gap degina. Bizni atamda Otidi. Bir odamni o'ltirgan odamni otmay qolamdi hukumat. Sen erini qandoq o'ltading? Mana men bag'o, erimni chashqan davrisidan o'ltadim degina. Senchi oshna bilan birlashib bo'g'ib o'ltadingmi ya? Amis sen eshig'i zahar sep o'ltiribsan-da. men o'ldirmadim. Men qotil emas. Men gunohsiz. Gulchima, bu yoqqa chiq. Sen erini qandaq o'ltading? Yuvoshlik bilan iqro qil. Erimni men o'ldirmadim, xudo haqqi. Undaq bo'lsa erin qandaq o'ldi? Menmi bilmayman. Aliyatqi bo'lgan chaq. Men uxlamay uni saqlab o'ltirgan. To'satdan eshik chekildi. Bo'lgan ishlanmoqchi, men qog'inni uqmayman. Ama sen nima ish qilsan? Qo'rqib ketib qochgan. Bo'ldi, chiqib ket. Menimcha Hasanni Gulchiman o'ldirdi degan gumon puttashab turolmaydi. Mana bu isbotga qarang. Qonun doktori ziyonkashlikka uchirg'uvchi jigiri yerilib o'lgan degan diagnozni qo'ygan. O'ylab beqing. Ayoli har qanday qattiq vosita qo'llangan taqdirdami, uni jigiri yerilib ketgudek darajada zaxmlantira olishi aslo mumkin emas. Undaqda Hasanning qo'lidagi pichoqni qanday tushuntirish kerak? Menimcha Hasan bu pichoqni Gulchimanni qo'rqitmoqchi
yoki o'ltirmoqchi bo'lib olgan. Meningcha mo delo sirti yuz bergan. Hasan noma'lum birsidan qattiq tayoq yeb, jigiri zaxmlangan bo'lishi mumkin. Shundaqdimi, haqiqiy qotil tepilib, Gulchimanning gunohsizligi isbotlanguncha, Gulchiman bu delodagi eng chong jinoyat gumondori bo'lib hisoblanadi. Biz bu deloni texmi inchik tekshirib baqaylik. Bo'ladi. Çö. Doda, akam kepti. Ha. Teştirdinglarmi? Qanaroq? Ha? Teştiqmi doda? Teştiqmi balam? Ha, qani. Amin. Allohu akbar. Chiroying o'ngishib qopti doda. Salomat turyapsan. Teştiq balam. Sen ketgili xeyli bo'ldi balam. Ahvoling qandaq? Teştiqmi? Yaxshi turdingmi? Yaxshi doda, yaxshi. Mau sizning. Rahmat aka. Ha. Mau sening. Rahmat aka. Gulchiman, bu yoqqa chiq. Seni birsi yo'qlab kepti. Ko'rsang bo'ladi. Söhret! Gulchiman, Söhret! Seni necha qatim yo'qlab keldim. Lekin ular faqat ko'rishtirmadi. Saqchilarga yig'lab kelib, aram kirdim. Qandaqroq turibsan? Yomon emas. Dadam yaxshi qoldimi, Söhret? Ha, saqib qoldi. Nurmamatdan xabar bormi? Yo'q, u shu ketganicha kelmadi. Sen tuhmat chaplagan. Ahmad Sho'ja degan munofiqni amalidan tushirib, o'rniga erkinni Dilo o'stirdi. to'g'riliq gap qilma. Sen kiyimlaringni ag'ash keldim.
Vaqt to'shdi. Salomatligingni asra. Sehra, Gulchiman. Vaqt to'shdi. Mang. Gulchiman. Gulchiman. Balam, pulmi tepkapsan? Ko'zimning ochiq vaqtida to'yingni qilib etayli. Anangning ro'yimi qo'shib qolsin. To'yning gapini qo'yay dada. Gulchimanni kelin qilish ajab bizga nasib bo'lmadi. Bizga kelin bo'lgan bo'lsa, bu gillarga qolmasdi. Eri yana uribdimi? O tayoqchi eri sen mangan kunning ahadisi o'ldi. Bechora Gulchimanmi hozir soliq demish. Nimishqa? O Hasanjoda nemisi nem bo'lgan bir kechada o'lib qopti. Ahmad Shuji bilan Tojixon bo'dak o'g'limizni Gulchiman o'ltirdi deb saqchiga solatmoqchi bo'lgan ekan. Gulchiman qo'rqib qechib ketibdi. Bechora qechibmi qutlanmabdi. Teg'i bir oyning oldida saqchilar uni tepib olib tutib, solab qo'yibdi. Doklad. Qarang. Doklad başliq. Sirtda birisi odam o'ltirgan edim. O'zimni ma'lum qilib keldim deydi. Uqdim. Hozir chiqaman. Gulchiman, bu yoqqa chiq. Uni qo'lga ololmadim. Ochiqim itilib ketadi. Sen qo'yib berildigan bo'lding. Nima? Men aqlandimmi? Qotil kep o'zini ma'lum qildi. Doklad bir odam chiqdi. Chiqsang bo'ladi. Nurmahmat. Siz haqiqiy erkinlikka chiqdingiz Gulchiman. Sizning erkinligingiz mening baxtim. Nurmahmat. Keldi yana ayrılış peyti, telmiradır gözleri kıyamay. Keldi yana ayrılış peyti, telmiradır gözleri kıyamay. Söygü üçün telpingen yürek, kan yığlaydı asal tapalmay. Söygü üçün telpingen yürek, kan yığlaydı asal tapalmay.